Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Biza opamdan parda, постельное bелье tikamiz. Mana pardalarimizni ko'rsating, opajonim. Mana ko'ringlar pardalarimizni. Anaqa tikib beramiz. Xohlagan xonanglarga anaqalaringizga tikib to'g'rilab beramiz. Bizada tikuvli tekin, biz pul olmaymiz. Bizani ishchilarimiz bor, tikuvchilarimiz bor. Ko'rsating opajon. Mana novinkalarimiz bor. Mana anaqalarimiz bor, hamma narsamiz bor. Tayyor, ko'ringlar mana. Turkiyaniki, Xitoyniki aralash. Mana. Nozima opa? Bizani tikuvchilarimiz вообще молодцы ekan. Конечно. Вообще dahshat tikib berar ekan. Mana ko'ringlar qizlar. Европейский bizada европейский ham bo'ladi, millicha ham bo'ladi. Bizani joyimiz Yangiobod bozorida. Qush bozoriga yetmasdan o'sha yerda biz o'tiramiz. Kelinglar qizlar. Yurmanglar o'tda butda tikuvchi qidirib, biz o'zimiz sizlarga tikib, to'g'irlab beramiz. Tikish besplatno. Nima dedingiz, Nazima opa? To'g'rimi? Kelinglar, bemalol. Kelinglar, bemalol. Biz xursand bo'lamiz kelsak. Hozir sizlarga yana boshqa polovinamizni ko'rsatamiz. Keyin mana bozorda faqat eski sotmang. Обязательно Yangiobodda hamma narsa eski narsa degan narsa yo'q. Yangiobodda hamma narsa yangi narsalar bor. Mana ko'ring, misolchi mana mamtlarni, Nozima opa mamtni ko'rsatib yuboring mamlarni. Mana hozir ko'rasizlar, mana ko'ringlar. Mana tillaring. Yuzini ko'rsating Nozima opajon, yuzlarini. Mana ko'ringlar qizlar. Hammasi yangi. Uylarga razmer tushmasa, razmeri tushiradigan qilib beramiz. Tikib beramiz. Faqat kelsanglar bo'ldi. Mana bunaqa millicha ham bor. Mana millichalarimiz ham bor. Kistichka makaronlarimiz ham bor. Ko'ringlar. Mana bularni ko'ringlar mana. Beeline. Bu Beeline. Hozir turing. Nozima opa 6 metrini shundoq qizlarga aytvoring. Necha pul bizlarning 6 metrimiz? 6 metr. Necha pul opajon? Qaysi? 6 metr oqlari, mana mamlari necha puldan? 250 dan. Ana 250 dan 300 gacha bor qizlar. Eshik, oyna, nima desanglar hamma narsasi bor. Mana ko'ringlar. Bizani Qush bozoriga yetmasdan joyimiz. Agar kelsanglar xursand bo'lamiz, juda xursand bo'lamiz. Kelsanglar bo'ldi. Mana makaronlarimiz bor. Biza opamdan уже 10 yildan beri shu Yangiobodda bizni ko'p taniydi. Sizlar ham kelin uylarni ham yasatamiz. Kelinglar. Biz sizlarga xursand bo'lamiz.